Ey bolalar, kecha moykaga o'tdim, mashinani yuvdirgani. Hayot ko'rib qoldim. Velosipedini olib borgan ekan, yuvdirgani. Kel. O'sha suvingdan quyib ol. Menimcha bu zani oshqozoningizcha yangilik bo'ladi-yu. Hayot o'tirish mana shunaqa bo'ladi. O'tgan safar uyingga chaqirding, yarimiz kirdik, yarimiz tashqarida turdik. Sochingni qara o'sib ketganini. 3-4 so'm beraymi? Oldirib olasanmi? Hozir bilaman. Hozir sizlarni oranglardan ortiqcha deyman. Balkim unaqa emasdir, lekin har safar mahsuni qilasizlar. To'g'ri ozgina ishim orqaga tortib qolgan, lekin nima qilay, sizlarni ko'rgani kelaman, sizlardan boshqa hech kimim yo'q. Sahib, qurbim yetgan joyga chaqiraman deyman, ham ortiqcha chaqira olmayman. Va boradigan joyimiz o'sha 2 metr joy, to'g'rimi bolalar? Meni kechirasizlar. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi?